Yo, hammaga salom bola obunachilar. Sizlar bilan men Arsegraf. Bugun judayam boshim og'riyapti, chunki men juda ko'p ishlaganman kecha. Men bugun o'zimga maqsad topishim kerak. Maqsad esa men uchun hozir qanaqadir bloklar yig'ib kelish, albatta shaxtadan. Temir bo'lsa juda yaxshi bo'lar edi. Qani sandig'imda nimalar qolgan o'zi? Yaxshi, judayam kam, почти hech narsa yo'q. Yaxshi, okey. To'xtab turinglar, menga omadli ishtonim kerak va biroz ovqat. Ovqat jon dilim ochib qolsam albatta. Okey, tashqariga chiqamiz. Buni kiyib albatta. Yaxshi bolalar, turishimga nechi? Agar chiroyli bo'lsam, like bosib qo'yinglar. Ishtonim yarashdi. Okey. Eshikni yopamiz, chunki shamol kirib ketishi mumkin. Endi esa qanaqadir hid kelyapti qishloqdan. Yaxshi, Jiteldan so'rab ko'ramiz. Hoy Jitel, Ha, nima demoqchisan? senga qanaqadir hid kelmayaptimi? Qayerdandir bir o'lgan kuchukni hidi. Ha, kelyapti. Faqat qayerdanligini men ham bilmayapman. Okey, shuni so'ramoqchi edim sendan. To'xta, men bilaman. Menimcha o'ng tarafdan kelyapti. Okey, bolalar shu tarafdan dedi. Shaxta ham lekin o'sha tarafda. Mayli, boraverakchi. Cho'tam, bu yerlarda hech narsa ko'rinmayapti-ku. To'xtab turinglar. Bu nima? Nahotki qonmi? Yo'q. Bunaqasi bo'lishi mumkin emas-ku. Qon bolalar. Qabrmi bu? Qabrdan kimdir demak o'likni o'g'irlaganmi? Cho'tam, qon bu tarafga qarab ketgan. Cho'tam, kechqurun bo'lyapti. Ertaga ko'rmasam bo'lmaydi. Hozir men ko'ra olmayman. Mana shu tarafga qarab ketgan menimcha. Bo'ldi, ertaga ko'raman. Hozir kerak emas. Hozir qo'rqaman men. Mana bolalar, mana shu tarafda edi o'sha qon izlari. Mana o'sha qon izi. Cho'tam qo'rqinchli. Bu yerda bir gap bor. Mana shu yerdan hid kelyapti. Yomon ham. Okey, bolalar, mana shu tarafga qarab ketgan. Qo'rqinchli. Stop. Bu nima bolalar? Sizlar ham ko'rib turibsizlarmi? Bunaqasi faqat kinolarda bo'lmasmidi? Qabrning ichidan odam olinganmi bu? Skeletni qaranglar, suyaklarini. Yo'q. Buni hozirda golemga aytmasa bo'lmaydi, chunki u 5 kundan so'ng. rahmat golem, sen zo'rsan-da. Okey. Yaxshi bolalar, u golem sal nariroqda aytay, eshitib qolmasin. Eshitdim, baribir nima? U golem aytdiki, politsiyachi uni olib ketibdi. Endi uni tadqiqot qilib ko'rgan, uni topagan, kim ochganini. Lekin biz topib berdik, yaxshi ish qildik menimcha. Okey. Bolalar bo'ldi. Bemalol endi shaxtaga kirib, xohlagan narsamizni olaveramiz. Okey. Qani boyagi o'likni olib ketibdi-kin? Okey, qonlar yo'q, hech qanaqa izlar. Qabrda ham qon yo'q. Qabrmidi yoki yo'q bilma. Yaxshi, bu yerda ham qon yo'q. U yerda tobut bor edi, tobutni ham olib ketgan, skeletni ham olib ketgan. Menimcha ularni aniq topadi, kim ochganini. Yaxshi bolalar. Cho'tam. Bolalar, bu zinapoy nimaga qurilgan? Cho'tam, zinapoyga juda ham o'xshabdi. Kimdir xuddi qo'lda qurib qo'ygandek. Mayli, farqi yo'q, bolalar, kirib ketaveramiz. Hech narsadan qo'rqmaymiz, chunki olib ketdi. Endi boshqa hech qanaqa xavf yo'q. Okey, chiroyli ekan-a. Yoqda yoriq. Stop. Bu qanaqa eshik bo'ldi bolalar? Cho'tam, bunaqa eshiklarga kirib yurmaymiz bolalar. Sizlarga maslahat bermayman. Okey, bunda ketib qolaveramiz. Mana bolalar, ertalab bo'pti. Yaxshi. Okey, men ochiqman. Endi ovqat yeb olishim kerak. Yaxshi, bu cho'chqa nimaga uyimni oldida turibdi? Farqi yo'q, mayli bolalar. Endi men o'sha joyga borib kirib ko'rmasam, ichim qizib ketyapti. Okey, mana boryapman bolalar. Men qo'rqmayman, chunki olib ketib qo'ygan politsiyachilar bor. Cho'tam, qishloqda hech kim yo'qmi? Shitellar uyda menimcha hammasi. Uyda yotgan hali ertalab bo'lganiga. Yaxshi bolalar. Kirib ko'raveramiz, farqi yo'q. Mana o'sha zinapoya. Bizga farqi yo'q. Okey bolalar, mana
Yaxshi, kirib ko'ramiz. Cho'tim bu yerdan ham yomon hid kelyapti judayam. Okey, bu yer 1990-yildan qolib ketgan joyimi deymi? Yaxshi, ibi. Nima hamma joy qon bo'lib yotibdimi, namuncha? Bu yerda ham qon. Ammo bu yer kimniki ekan, bu qon? Qo'rqyapman men bolalar, mayli kirib ko'raveraman. Farqi yo'q yoki kirmasam ekan. Kiraveraman, farqi yo'q bolalar. Okey. Bu qonlarni bitta-bitta yo'qotish kerak. Buni ham politsiyachilarni chaqiraman. Bunda ham cho'ta qon. Menimcha kimdir burni qon ekan va kirib ketgan. Kimdir uyi bor, cho'tam bir qulf. Kimdir bormi? Alyo. Okey, hech kim yo'q o'xshyapti. Itaramiz bu eshikni. Menimcha birovning uyi ochilib ketdi. Stop. Bu yana skeletmi? Bola yana qon. Skelet. Yana skelet. Bolalar skelet. Ikkita tobut. Bu nima? Yaqinda sasat bu. Chiq, tezroq. Bu yerdan qochish kerak. Sizlar ham ko'rdinglar, bolalar kameraga tushdi bo'ldi. Endi tezroq qochish kerak bu yerdan. Shunday bo'ldi, go'lim. Yaxshi bolalar. Endi u o'liklarni aytdi, menda olib ketdi ekan. Qachondir ham bilmayman qachonligini, lekin olib ketar ekan. Bemalol endi qo'rqmasak ham bo'ladi. Bemalol aytib oldim. Endi hech kim bizga tegmaydi. Endi bemalol uyda yotsak bo'ladi. Mana bolalar uyga ketyapman. Oziq dam olishim kerak. Judayam qo'rqinchli uyurlar. Oziq dam olishim kerak men. Okey. 2 kundan so'ng. Yaxshi bolalar, mana oradan 2 kun o'tdi mana. Boshim og'riyapti. Kechqurun 12 gacha o'tirdim nimagadir. Bu kim? Sen kimsan? Meni kimligim bilan ishing bo'lmasin. Qarabki, murdalarni topshirildi. Sizlar endi qo'rqmasanglar ham bo'laveradi. Murdalar topshirildi? Yaxshi, endi qo'rqmasak ham bo'ladi bu mashina chiroyligini. Bo'pti, men ishga borishim kerak. Yaxshi bolalar, demak topshirilgan bo'lsa, hech qanaqa boyagi ko'nglimiz xotirjam, hech qanaqa tashvishimiz yo'q. Endi uyda mazza qilib yotamiz. Sizlar videoni shugacha ko'rgan bo'lsanglar rahmat. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani omad.